Greenhouse kompaniyasi tomonidan qurilgan Index turar joy majmuasiga kelganmiz, hurmatli obunachilar. Birlamchi ipotekaga ham bu kvartirani sotib olsanglar bo'ladi. 63 kvadrat metr ikkita xonadan iborat. Menga korobka holatidagi kvartira kerak deb so'ragan mijozlarimiz uchun bitta zo'r variant ikkinchi qavatdan bo'ladi o'rtoqlar. Endi qaranglar, kattagina avtoturargohini ko'rishingiz mumkin. Bu kvartiramiz 10 qavatdan iborat bo'ladi. Video davomida ko'rsatib beramiz. Bunisi Index bozor ekan. Mana shu joydan yo'l tushar ekan, katta yo'l bo'ladi. Ya'ni Index bozoriga olib boradigan 2 oy 3 oyda shu yo'l bo'lar ekan. Shunaqa deb aytishdi. Endi uyimizni ko'rsatib beramiz. Qaranglar, 100% pishgan qurilgan ekan. Hozir oshxonada turibmiz. Mana shunaqa holatda. Video davomida narxini aytib o'tamiz. Bu joydan uyga kirib kelamiz. Birinchi xonamiz mehmonxona sifatida foydalansin yaxshi. Bu yerda balkonga chiqish joyi. Endi bo'lsa ikkinchi xonamiz yotoqxona sifatida foydalansak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, yaxshi planirovka. Endi bu yerda kattaroq sanuzel qismi ko'rsatib berolmadik, svet yo'liga. Bunisi kichkinaroq, bitta hojatxona qilib qo'ysak bo'ladi. Nima uchun deb aytganim, mana yotoqxona bo'ladigan bo'lsa bitta eshik qilinsa, ota-onalar uchun yotoqxona bo'ladi. Bu yerda alohida hojatxona bo'lar ekan. O'rtoqlar, bitta kvartirani sizlarga ko'rsatib berdik. Ikkinchi qavatdan bo'ladi. Narxi $56,000 ekan. 63 kvadrat metr, lekin yana chiroyli qilib kelishtirib berilar ekan. Pastga telefon raqami yozib qo'yamiz, telefon qilinglar. Birlamchi ipotekaga ham xarid qilsangiz